o'qimishli kishilarni hurmat qilish. Tushdan keyin yangi tayinlangan hokim bu yerga kelib yig'in ochdi ekan. Hokim kelamdikan, yaxshi bo'pti-ku. Shundoq anglasam, u texi ko'pchilik bilan kechki tomoqda birga bo'ladi ekan. Bak yaxshi bo'pti. Qarag'anda yangi hokim o'qimishli kishilarni hurmat qilishni biladi ekan. O'qimishli kishilarni hurmat qilish, bu nima gap? Deb kelsam, gap uzun. Aminiya davridagi Chixuangong qobiliyatlilarni bakmi hurmatlaydi ekan. Qobiliyatlik bo'lsalar salohiyati bilan hisoblashmay, tashabbuskorlik bilan berib do'st bo'ladi ekan. Bir kuni Chixuangong Shaochenjining to'limi o'qimishli ekanligini anglab, uning bilan ko'rishmoqchi bo'pti. Taqsirning nomini burunli anglagan edi. Bugun aloyidan o'zlari bilan ko'rishgili kelibdi. İltifot qilg'aylar. Taqsirning nomini burunli anglagan edi. Bugun aloyidan o'zlari bilan ko'rishgili kelibdi. Taqsir, iltifot qilg'aylar. Taqsirda odamni uxlatmay, qaytib keting, ko'rishmayman. Ma'qul, janoblarining uyqusi qonganda ondan kelay. Shaojinji ustoz, uyqularga qandilimi? O'zlari bilan ko'rishgun bor edi. Ko'rishga ra'yim yo'q, qaytib keting. Ma'qul amsa. Kayfillari choq vaqtida kelay. Xo'sh amsa. Ajab, erib ketdim. Uyga qaytib orom olay. Shaochenji ustoz, kayfiyatlari qandoq? Men bilan ko'rishishga ra'ylari bormi yo'q? Sodiqon ketay. Men ya cho'lpon bo'lmasam, meni nimishqa buncha avar qilasiz deyman, ha? Nimandaq adabsiz bir nimisan? O'zingni besavol, tezdan kayniga yon. O'zlari hurmatga sazovor xo'jam. U bo'lsa bir oddiy puxra. Usulni bir kun saqlatib, endi bo'lganda ko'rishmayman desa, bo'ldilar. Qaytaylikchi. Sen bilmaysan, huquqmishli kishilar huquqi bor. Puldor kishilarni ko'zga ilmaydi. Podshohnimi ancha cho'ng bilib ketmaydi. Shaochenji ustoz, puldor, huquqi bor kishilarni ko'zga ilmagan taqdirdimi, men podshohini ko'zga ilmaslikqa haddimmi? Shaochenji ustoz, iltifot qilg'aylar. Shaochenji ustoz, iltifot qilg'aylar. Sizning qo'rqdim, siz yandingiz. Qani, shukriga marhamat. Anladingizmi? Chixuangong bir puxraning uyiga necha qatim berib, u odam bilan oramdas ko'rishdimish. Allabirun anlab bo'ldim. Chixuangongda kichik fel bo'lish haqiqatanmi oson emas, jo'mo? Ko'ram, hozirda berib Chixuangongga bosh qo'yaylik. Ma'qul. Aloyidan kapsizlar, oldinlarga chiqqanmaptimi? Janoblarni ko'rganligimizning o'zi biz uchun sharaf. Janoblari, anglasa qobiliyatlarni bakmo cho'ng biladiganlar, qaylmas. Qobiliyatlar har qanday odamning hurmatini qo'zg'aydi emasmi? To'g'ri dedilar, begim. O'zlarining pok diyonatlik ekanliklari hammaylanga ayon. Bular men qilishga tegishlik ish. Huquqmishli kishilarga hurmat qilish deganimiz iqtidorli, qobiliyatli kishilarning oldida o'zini cho'ng tutolmay, izzat hurmat bilan muomala qilishni ko'rsatadi.